yig'laydi, 2 soatlab yig'laydi, shu telefonni bermaguncha yig'laydi. Shunaqa bolalar keladi, ota-onasi shikoyat bilan keladi. O'sha kichkinaligidan telefonga o'rgangani uchun hozir o'shasiz уже yashamayapti bolalarda. O'tkaziladi, keyingisi bo'lib 2 soat qaytanga o'tirib qolgani bilinmaydi. Miya ham charchaydimi, og'riydimi? O'zi bu qanaqa narsa? Ota-ona bir-bir bilan urishsa ham bolaga ta'sir qiladi, nervniy sistemasiga. После преступный сон deydi, uxlab keyin o'ziga keladi. Hozirgi kunda bilyapmanki, shamollashga ko'p doktorlarda bo'ladi-da shunaqa. Sraz sefrakson, sefazalin yozib yuboriladi. O'sha bo'ldi, sefrakson kirdidimi, undan keyin pensilin ta'sir qilmaydi unga. Hamma farzandini urishgan, hozir borib ota-onalar o'qituvchi bilan urishib kelyapti-da, "Sen men bolam urishibsan" deb. Lekin futbol bilan ketkizilgan, PlayStation bilan ketkizilgan, kontor bilan ketkizilgan vaqt uvol vaqtda. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Dialab podkasti navbatdagi soniga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan bizning mehmonimiz 35 yillik tajribaga ega nevropatolog va pediatr Shomahmudova Sabohat opa bo'ladilar. Assalomu alaykum. Sabohat opa, kelganingiz uchun kattakon rahmat. Va hammanglar tanigan, o'ng tarafimda o'tirgan inson bu To'lagan aka, Dialab klinikasini asoschisi. Xo'p, Sabohat opa, bo'lmasam boshlaymiz. Har bir doktorga aytadigan gapimiz bor. Imkon darajasida odamlar xalq tushunadigan tilda gapiring, chunki ko'pincha anaqa ishlatib yorishadi, слишком ko'p doktor terminlarni ishlatib yorishadi, xalq tushunmaydi. Bu loyihamizdan asosiy maqsad xalqqa sifatli meditsinani yetkazish. Chunki juda ko'pchilik aldanib qolyapti hozirgi kunda, har xil vaziyat bo'lyapti. O'sha narsani oldini olish maqsadida imkon darajasida yetkazib berish, nima deydi, sifatli meditsina, bizning sohamizda shu meditsinani xullas rivojlanishiga biz hissamizni shu orqali qo'shmoqchimiz. O'shanga siz ham bizga yordamingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam birinchi savolimizdan sekin boshlaymiz. Xo'p, o'zi Dialab klinikasida qanchadan beri ishlaysiz? Dialab klinikasida 1 yil bo'lyapti. 1 yil. O'tdan oldin qayerda ishlagansiz? O'tdan oldin ortopedik sentrda ishlaganman. Respublikanskiy sentr детской ортопедии. Shu yerda ishlaganman. Asosan 30 yil shu yerda ishlaganman. O'zi umuman nevropatologiya deydimi, shu sohaga qanaqa kirib kelgansiz? Nimaga imенно shu sohani tanlagansiz? Mana pediatriya, nevropatologiya. Bu sohaga kirishim azaldan o'zi orzu bo'lgan, lekin institutda joy yetmagan распределениеda. Keyin ortopedik sentrga ishga kirib, fizioterapiya, birinchi pediatr bo'lib kirganman, keyin fizioterapiyaga o'tganman, fizioterapiyadan keyin nevrologiyaga, klinik kirib, keyin уже nevropatolog bo'lib ishlaganman. Shu sohani xohlaganim uchun etap bilan sekin baribir shu sohani o'qidim. Именно nevropatologiya bo'yicha necha yil tajribangiz shunda? 25 yil. 25 yil. Juda qisqa muddat emas. Mana misol uchun 25 yil oldingi o'sha paytdagi nevropatologik kasallar bilan hozirgi kasallar farqi bormi? Farqi bor. Nimadan deb o'ylaysiz? U hozir keskin rivojlanib ketish, hammani asabiyligi, mayta bolasidan tortib, u yosh katta inson hamma asabiy, hamma nimadandir tashvishda, doim bugun hozir o'ziga aytayapman. Kelyapman, bo'lmasam unaqa voqilib turganim yo'q, lekin boshim shunaqa og'riyapti. Asab hech qanaqasi tinch qo'ymaydi. O'zi bu narsalar o'zi nimadan deb o'ylaysiz? Oldinlari haqiqatan kasalliklar kam edi, nevrologik kasalliklar ham kam edi. Tug'ilish jarayonidan boshlab aytsam, tug'ilish jarayonidagi travmalar kam edi. Hozir hamma chaqaloqlar почти travma bilan tug'ilyapti-da, keyin ularning asorati kelib chiqyapti. Autizm, lekin bu telefon, gadjetlardan. Lekin boshqa mana travmaning asoratlari gapini orqada qolishi, til rivojlanishini, so'z boyligi kam bolalarni 3 yoshgacha ham gapirmayapti, 5 yoshgacha ham gapirmayapti. Oldin bunaqalar juda kam uchragan. Hozir ko'p shu tashxis. Bu narsaga hozir ko'pchilik bir xil normal qarayapti, bir xil fojiadek qarayapti. O'zi bu haqiqatan bu katta kasallik, katta muammo. Katta muammo. Bola o'sha 9 oylikdan boshlab bitta so'z aytish kerak. 9 oylikdan. 9 oylikdan. 9 oylikdan 12 oyligacha o'sha bitta, ikkita oson so'zlar bor. Mama, papa yoki oyi, ada, ber. 12 degani 1 yoshda. 1 yoshdan o'sha 1,5 yoshgacha
ancha so'zlarni aytish kerak. 2 yoshgacha уже ikkita so'zni qo'shib gapirish kerak. Ya'ni 2 yoshda уже agar bola gapirmayotgan bo'lsa, bu уже xavfli. Hozir 3 yoshda ham gapirmayapti, 3 yoshda ham, 4 yoshda ham gapirmayapti, 5 yoshda ham gapirmayapti. Bitta ikkita so'z aytadi. 5 yoshda ham gapirishmayapti. Ha, shunaqalar juda ko'p hozir. Bu qanaqa, misol uchun buni oldindan bilsa bo'ladimi? Qanaqadir asoratini? Misol uchun bola vaqtida gapirmayapti. Bu narsa уже nechidir yil o'tgandan keyin уже bilyotishdi. 2 yoshga ham to'lib gapirgan. Уже kech qolyapti-da. Buni oldindan bilib turib, buni oldini olish imkoni bormi yoki iloji yo'qmi? Bor. Qanaqa oldini olsa, qanaqadir life hacklarimi shunga o'xshash narsalar bor. Mana masalan 3 oylik bolaga agu desangiz, u ham agu deb qaytaradi. Tushundingizmi? Vzglad, ko'z qarashi, ko'zingizga qarab turadi. Bir narsa gapirsangiz, o'shani tushunadi. 3 oylik bola. 3 oylikdan boshlanadi, 3 oylikdan boshlanadi bu narsa agulash. Pagu. Oson zvuklar-da bu. Ovoz, tovushlar chiqaradi. O'sha demak, уже yaxshi rivojlanayotgani. Agar hech qanaqa tovush chiqarmasa, bu orqada qolayotganini bildiradi. Sekin-sekin 6 oy, 7 oy, 8 oy, 9 oyga borib ancha anaqa ovozlar chiqaradigan boshlaydi. Kuladi, gapirsangiz, emotsiya yuzlarini har xil nima qilib sizga javob bera boshlaydi. Yoki biror narsalarni qo'li bilan ko'rsatadi. O'shandan bilishingiz mumkin orqada qolmayotganligini. Agar hamma narsaga befarq bo'lsa, bu orqada qolayotganini belgisi. Sekin o'sha paytdan boshlab nerpatologga olib borish kerak. Qaysi momentda bola tili chiqmasligi уже nevropatolog emas, logopedning muammosi ekanladi? 2 yosh. 2 yoshdan o'tirib gapira olmasa, уже nevropatolog hech narsa qila olmaydi. Yo'q, logopedga olib borish kerak. Yo'q, nevropatolog ham yordam berish kerak. Logoped bilan nevropatolog birgalikda ishlash kerak. Logopedda faqat mana harflarni ayta olmasa, so'zlarni so'zga qo'sha olmasa olib borish kerak. Agar gapirmagan bola bo'lsa, umuman gapirmagan bola bo'lsa, logopedda yordami kamlik qiladi. Mana misol uchun yetarli emas. Mana misol uchun Seven Kids bog'chada ham anaqa logopedlar ham ishlaydi. Ko'pincha men bu ota-onalardan kelgan nevropatolog qilib olib bordim, foydasi bo'lmadi. Ko'rdim, keldim, mana bu yoqdagi sizlar doktoringiz foyda berdi deyishadi. O'shanga men o'ylardim, что birinchi nevropatolog qaydir etapgacha davolaydi, уже eplolmayaptimi, keyin logopedga o'tadi deb o'yladim. Endi bizda aslavni bu tip bolalar ko'pi o'zi hammasiga ulayotganlarida gapirib, o'sha zakonnikiga aslavni r, sh, ch shunaqa qiyin harflarni ayta olmaganda, o'sha logopedda o'sha yordami kerak bo'ladi. O'sha qanaqadir o'zini massajlari, tillarni to'g'laydigan joylari o'shanisini qilishadi. O'sha r, ch, shlarni aytishni o'rgatadi. Butun anaqa bo'ladigan bo'lsa, u logoped menimcha bo'layotganlaridek hal qila olmaydi. Uni birinchi nerpatolog ko'rish kerak bo'ladi. Hech nerpatologdan agar o'sha so'zlarni aytib boshlagandan qaysi so'zlarga qiynalsa, men ham o'zimni ikkita o'rtoqlarim bo'lardi. Men 9-sinf, 10-sinf bo'lganda ham o'sha yoshligida logoped qilinmagan arra qanaqadir ikkita rlar, ikkita blar qatnashsa, alla, mana shunaqa deb aytardi-da. Chunki o'sha so'zni ayta olmas edi. Endi hozir endi ayta oladimi, ayta olmaydimi? Shunda til qotganda o'shanga biz sразу birinchi o'sha nerpatolog kelib tekshirgandan keyin mana bunaqa nuqson bor, sразу logopedga, massajga, misol uchun pediatrga jo'natadi. Misol to'g'rilab beradi, nerpatolog pediatrga jo'natadi, bu yerda o'zi sразу kelib to'g'rilashadi. Shu sharoitda shunaqa qilganmiz. Endi kak birinchi yordam keyin diagnostika qilib beriladi-da kak. Birinchi yordam, endi chuqurroq o'sha boriladigan bo'lsa, o'sha chuqurroq keyingi etaplarga o'tish uchun uning uchun endi больницаlarga, o'sha klinikalarga murojaat qilish kerak bo'ladi. O'zi siz o'zingiz ham farzandlaringiz bor, necha yoshdan tili chiqqan? Meniki juda tez chiqqan, chunki biz tez vaqtli bog'chaga berganmiz. O'zi tili chiqmagan bolani birinchi bog'chaga bersa, o'zi tez chiqib ketadilar. Meni bitta jiyanim bor edi, 3 yosh, 4 yoshgacha tili chiqmagandi. Biz rosa qiynalganmiz. Voy, nima bo'ldi ekan, nima. Bog'chaga beruvdi, birdan tili vayronlashib, hozir umuman so'z bermaydi hech kimga-da, to'g'risi. Bog'chaga sal kechira olib bersa bo'ladi. Bog'cha, baribir maktab qiladi. Chunki yon atrofida общение ko'p bo'ladi, o'rtoqlari ko'p gaplashgandan keyin shunaqa narsalar ochilib boradi, o'sha tillari ham ochilib boradi. Endi logoped aslida o'sha s, ch, o'sha ayta olmagan harflarni berishi mumkin. Bog'chaga autizm bilan kasallangan bolalar ham keladimi yoki? Yo'q, autizm bilan kelganini olmaymiz. O'zi autizm kimlardir buni dar deydi-da, как darga o'xshab nima deydi, qobiliyatga o'xshatib gapirishadi. Kimlardir buni katta kasallik deydi.
O'zi bu autizm nima kasallik? Kasallik bu. Misol uchun bir xil Kasallik aytadi, tam autizm bilan kasallanganlar ular qanaqadir noyob iqtidori bor, noyob anaqa u autizm bilan kasallanganlar adashmasam Google oladi, Microsoft oladi, tam mana shu miflar gaplar bor-da. Yo'q. O'zi u qanaqa u bola kelajakda qanaqa inson bo'ladi? Unaqa davolasa bo'ladimi asli? Davolash endi kichkinaligidan, chaqaloqligidan ahamiyat berib, bilib qolib, orqada qolayotganini bilib qolib davolasa 2 yoshgacha miyani qobig'i rivojlanadi 2 yoshgacha. 2 yoshgacha agar yaxshi lecheniya qilsa o'zgaradi. Lekin 2 yoshdan keyin lecheniya qilganingizda foydasi yo'q. Chunki kora головного мозга to'xtab qoladi rivojlanishdan-da. Qilamiz lecheniya, qilamiz. U darajada foyda bermaydi lecheniya. Agar chaqaloqlikdan qilib boshlasangiz 2 yoshgacha уже bilinadi. U 2 yoshgacha bo'lgan bolalar mana boshing qani desa ko'rsatadi, burning qani desa ko'rsatadi. Ana ular ko'rsatmaydi. Otiga ham reaksiya bo'lmaydi. O'zini otini chaqirsangiz, "Hay Muhammad" desangiz qaramaydi. Yugurib yuraveradi, o'zicha bir narsalar chiqaradi, ovoz chiqaradi, lekin ko'zingizga ham unda qaramaydi chaqirsangiz. O'shandan bilishingiz mumkin, что autizm rivojlanyapti bu bolada. Autizm endi menimcha anaqa qilmayman. Uni ham bir etaplari bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men esimda bir yoshligimizda menimcha ko'pchilik ko'rgan, ana jodu bo'lardi. Jodu degan hind filmi bo'lardi. O'shani hamma yoshlik rohit endi jodu-da, o'sha endi uni davolaydi. O'shanda u bola ham menimcha autizmda. O'zi misol uchun katta bo'lgani bilan miya rivojlanmagan, o'sha sinfdan sinfga qolib keturgan, etap. Keyin rivojlangan. O'sha ham autizmga bitta turiga kiradi. Lekin o'tda sog'lom yuribdi boshqa, lekin ana yosh bolacha harakat, yosh bolacha o'sha ana nima deydi, gap so'zlar bo'ladi. Og'ir etaplari bormi yo'q buni bilmayman, lekin mana shu holatda bo'lsa, menimcha yengil turi bo'ladimi? Bu qaysi turga kiradi? O'zi mana misol uchun adashmasam DTSP kasalligi ham bor. DTSP kasalligi va autizm bilan farqi nimada? DTSP bosh miya falaji bu. Autizmda faqat aql, idrok yo'q bo'ladi-da. DTSPda harakat. Qo'l, oyoq yaxshi ishlamaydi. Lekin ularning aqli butun bo'ladi. Asosan hamma narsaga aqli yetadi. Otini biladi masalan, qo'li ishlasa ovqat yeya oladi, hamma narsani qila oladi. Faqat ko'p yura olmaydi. Har xil formasi bor. Kimda bitta qo'l, bitta oyoq ishlamaydi. Gemparetiskiy forma, tetraparez deydi, uni ikkita qo'l, ikkita oyoq ishlamaydi. Ular DTSP deyiladi. Ular aqlan unaqa orqada qolib autizmga umuman boshqa diagnoz bular hammasi. Autizmda yuraveradi, soppa-sop qo'l oyoq. Teskari ekanda. Yo'q, butunlay boshqa tashxis bular. Kelov boshqa narsa. O'zi bolalarda asabiylashish nimaga hozir rivojlanib ketdi? Endi uyqu kam bolalarda, kam uxlashadi, hammasi telefon ko'rishadi. Kichkina bolalarga ham bersangiz, o'sha bilan ovqatlanishyapti hozir. Keyin o'zini misol uchun telefon aytasiz-ku. Hozir shunaqalar bo'lib ketdi. Men o'zim jiyanlarimdan ham ko'raman. Onasi telefonni bermasa, to'polon janjal urib shunaqa. Shunchalik darajada bog'lanib ketganda. O'zi ona ishimni qolib turib telefon bilan chalg'itib qo'yishi bu to'g'rimi, noto'g'ri? Noto'g'ri. Bu nimaga olib keladi? Orqada qoladi ertaga bu bola. Bu chiqayotgan magnitniy volna telefondan buni miyasini o'zbekchalab aytganda quritib, atrofiyaga olib keladi. U bola maktabda ham o'qishga yaxshi bo'lmaydi. Urushqoq bo'ladi, nervli bo'ladi, oyisi bilan adasi bilan urishadi, telefon bermasa to'polon qiladi. Yig'laydi, 2 soatlab yig'laydi, shu telefonni bermaguncha yig'laydi. Shunaqa bolalar keladi, ota-onasi shikoyat bilan keladi. O'sha kichkinaligidan telefonga o'rgangani uchun hozir o'shasiz уже yasholmayapti bolalar-da. Lekin bu yomon-da, telefonni o'sha kichkinaligidan berish. Uni ustiga tili inglizcha chiqadi-da, inglizcha multiklarni ko'rishyapti-da, o'zbekchani bilmaydi, lekin inglizcha ham biladi hali bola yoki ruschani bilyapti, lekin o'zini родной tili, ona tili o'zbek. Uni bilmayapti. Hammasi mana shu telefonga bog'liq. Hamma ota-onalarni noto'g'ri qilayotgan ishi telefon berish bolalarga. O'zi necha yoshdan bergan ma'qul telefonni? Endi 7 yoshdan keyin. U ham bo'lsa, 7 yoshgacha вообще berish mumkin emas. Yo'q. Yarim soat ham dash. Yo'q. 7 yosh nima uchun maktabga chiqadi bola? 7 yoshda hamma anaqasi 7 yoshgacha rivojlanadi miyani hamma funksiyasi. Keyin 7 yoshdan keyin
bola maktabga borganda hamma narsani qabul qila oladi. Agar 7 yoshgacha telefon bersangiz yoki bo'lmasam o'sha bola bir kasallik o'tkazsa yoki sotrasение bo'lsa, har xil kasalliklar bor, travma. Shu 7 yoshgacha bo'lgan davrda shunaqalar bo'lsa, uni albatta asorati bo'ladi. Bunga yana telefon qo'shildi. Telefondan keyin bolalar sog' bo'lsa ham, sotrasение bo'lmasa ham, mana shu telefonning nurlari orqali bolalarda orqada qolish bo'lyapti. Nervni, hammasi nervni. Shunaqa. Hech qaysi gapingizni tushunmaydi, to'g'ri tushunmaydi gapingizni. O'tirsangiz o'tirmaydi masalan. Menga telefonni berasan, keyin o'tiraman ovqatga deydi. Shunaqa bolalar bor. Shunchalik darajada hozir telefon bolalarga berilyapti. Ota-onasiga aytsam, "Voy birpas o'tirsin, bo'lmasa jim o'tirmaydi" deyshadi. Endi shunga o'rgatilgan bo'lib qoldi-da. Mana misol uchun men qayerga borsam, meni ko'rsa kim telefon o'ynayotgan sraz otadi. Chunki biladi telefonni men o'ynayotganini ko'rsam katta jazolayman yoki narushение qilgandek qilaman. Uyda ham shunaqa, oyisi mehribonlik qiladi, yo'qmasam zaryadkada turganda qizlar ham olishni boshlagan. Sraz aytaman, telefonni yana bir marta ko'rsa, sraz aniq qiladi. Bu menimcha erkatoyligini ota-ona to'g'ri tushuntirib, telefonni bermasdan boshqa narsa bilan chalg'itilsa, menimcha bola chalg'iydi. Endi oddiy oson yo'li men buni ko'rgin deyshadi, bo'ldi. Men telefonni emas, shuni televizorda qo'yib bersin. Televizorda ham sharoit bor, mana buni ko'rgin deb bo'ldi deydi. Chunki televizorda ko'rsa tez zerikadi. To'g'risi, shunaqaki inson mana 2 soatlik, 1 soatlik narsa bo'lsa, zerikishni boshlaydi o'sha narsadan. Hozir endi 2 soat ko'rib o'tirishim kerak-yu, 1 soat ko'rib o'tirishim kerak-yu deydi. Chunki mana hozir kitoblarda ham ko'ryapmiz, keyin mana Instagram ham, Facebook ham zo'r yo'lni topgan. Mana shu kitoblarni odamlar baribir shunaqa qisqa narsani yaxshi ko'radi. Qisqa oxirini tez bilish kerak. Qisqa oxirini tez bilgan narsa zo'r ketyapti hozir. Instagram ham xuddi shunaqa. Qisqa video qo'yiladi, o'tkaziladi, keyingisi bo'lib 2 soat qaytanga o'tirib qolgani bilmay qoladi. Lekin uni biladi, 2 soatni 44 minut ko'rishim kerak, buni oxirini deydi, yarim ko'ray, bale jonimga deydi, boshqa narsaga chalg'ishga harakat qiladi. Televizor bilan olib chiqib ketsa bo'ladi, masalan, oldin bizga ham, masalan, zeriksa televizor qo'yib berishardi, ko'rardi, bab o'shandan zerikardi, ko'chaga chiqishni boshladi. Bu qisqa narsa telefonni ota-ona indamasa, bolalar ko'radi, bolalar qancha narsa algoritm bor bu yerda, masalan, YouTube'da ham bor, Instagramdan, Facebookdan nimani ko'rsa, o'shani qo'yib beradi. O'shanga mos narsani qo'yib bergandan keyin 2 soat, 3 soat o'tirganini bilmay qoladi. Unda nima yo'qoladi? Uyqusi, mana aytganlarida uyqusi, ovqat vaqtida yeyilmaydi, nurlanish bo'ladi, to'g'risida. Kitoblarga ozgina qiziqtirish kerak bo'ladi, ko'chalarga olib chiqish kerak bo'ladi. Hozirgi bolalar ko'chada pashti yo'q. Ko'chaga chiqsa ham hammasini qo'lida telefon. Xuddi shunaqa. To'g'risida, telefon bizani hozir juda katta zararga olib kelayotgan. To'g'ri, telefondan yaxshi to'g'ri foydalansa ham bo'ladi. Noto'g'ri bilan foydalan, lekin bizani kelajagimizni yo'q qiladigan narsa pashti telefon. Bolalarning kelajagini o'ylaydigan ota-ona bo'lsa, ayniqsa onalar, chunki otalar ko'proq ko'chada bo'ladi. Men aniq bilaman, hech qaysi ota kelib sirazi bolasiga telefon bermaydi. Baribir aniq qiladi, masalan, kontrolni oladi. Endi masalan, o'zini hurmat qilgan ota-onalar bo'lsa, sovet paytida ko'rgan ota-onalar bo'lsa, masalan, shunaqa qiladi. Endi hozirgi yoshlarda aslan bu internet anaqalari kuchayib ketgani uchun может chakagini o'tirsin, bo'ldi, ish bitsin. Yo'q, ertaga kelajak yo'q bo'ladi. Oldin biz ham misol uchun mana shu imtihonlar topshirganimizda shpalgafkalardan foydalanishga harakat qilardi. Ana zontulaga nimadirlarda shqil, nima qilsa ham o'sha yerga kirsa, olsa, boshqa qilsa deb kirardi-da. Lekin bitta domla bizga aytgan edi, "Ey, menga qara. Gapi zo'r. Topshirding, kirding. Topshirding, ketding. Chet elgacha bording, boshqa qilding. Lekin aniq u men endi o'sha narsa yo'qligini nima qilasan, ertaga saviyani tushirib, undan ko'ra boricha qabul qilib, o'shani o'qishga harakat qil. Hamma 1% bo'lsa ham miyangga kiradi, zato bitta joyga borsang nimadir mutaxassislikni egallaysan deyishardi. To'g'risida, nima qilay? Farqi yo'q, kirlaring, eplazalaring, kirlaring boshqalar, lekin o'zingni o'zing aldaysan, kelajagini ertaga yo'q qilsan. Hozir ham ota-onalar ham xuddi shunaqa bolasini ertaga kelajagini yo'q qilish uchun qo'lida telefonni beryapti o'sha shpalgafga. O'sha nima deydi, o'sha yordamchi unaqa. O'shanimdan ko'radi, ertaga shu kelajagini yo'q qiladigan narsa mashi bo'ladi. Iloji bo'lsa, men endi bermaslikka ham endi qilish juda qiyin, baribir o'rgatilgan narsa. Sekin-sekin olib chiqib ketib, yarim soat, 15 minut qilib turib, iloji bo'lsa televizor bilan ozgina kitob bilan chalg'itib, ko'chaga chiqazib chalg'itib turib, olib chiqib ketsa bo'ladi. Endi batavom olib chiqib ketib bo'lmaydi. Baribir bolalar ham hozir shustri,
iloji bo'lsa onasi otasi bo'lmasa olishga harakat qiladi, yig'laydi, bir xil juda erkak qo'rgan bo'ladi, bir xil necha yilda shu farzandni ko'rgan bo'ladi, qarang necha yilda ko'radi u farzand, ertaga kelajakda bir tupoy yetishtirib qo'ygan bo'lishadi. O'shanga mana ularning gaplarini aytganda endi men doktorskiy temalarni gapirmayman-ku, imенно zarar bo'ladigan odatlari mana shu bo'ladi o'ylayman. Ota-ona tarafdan, ayniqsa onalar tarafdan. Chunki qizlar onadan, bolalar otadan, endi ota har doim bilamiz 90% baribir ko'chada bo'ladi, ko'chaning odami bo'lgandan keyin aslovni tarbiya bilan onalar shug'ullangandan keyin hurmatli onalar iloji boricha bolalarga telefon bermagan holatda, yaxshi gapirgan holatda olib chiqib ketishga harakat qilinglar. Shunda maqsadga muvofiq bo'ladi, ertaga kelajakda yaxshi elga, yurtga, dinga xizmat qilgan yaxshi farzandlar, yaxshi yoshlarni olib chiqsa bo'ladi. Chunki bu yog'iga faqat internet, telefon rivojlanadiki, o'sha kitob temalari, o'sha oddiy jurnal temalari sekin-sekin yo'q bo'lishi boshlaydi. Iloji bo'lsa 1% bo'lib olib qolishga harakat qilsa, ertaga kelajak avlodga qanchadir o'zimizni hissamizni qo'shgan bo'lamiz-da. Конечно. Shu. To'g'ri. Kitob berish kerak undan ko'ra, o'qiman buni deb. Kitobni ham juda qiyin o'qish. Qiziqmasa o'qish, uni ham sal qiziqtirib olish kerak, qanaqadir jihatlari bilan. O'zi oldin yoshligimizda misol uchun soat 8 bo'ldi, 7 bo'ldi yoki 9 bo'ldi. Majburlab bo'lsa ham uxlatishardi bizani. Yoki bo'lmasa kechasi ammallab zo'r iltimos qilib ko'chaga chiqardik, o'yinlar o'ynardik. Hozir ishga ketayotganda ko'raman, chiqsam 4 ta o'rta yonmay o'tirgan bo'ladi, telefon o'ynayotgan bo'ladi. O'sha oldingidagi mahallada baqir-chaqirlar yo'qolgan. Bolalar men oxirgi marta ko'rmadim, quvlamachalar yoki qanaqadir o'yinlar o'ynaganimda, o'sha hamma telefonga kirib ketyapti. Bolada ham telefon hozir qo'shilgan, plus yana o'sha uyqusizlik ham ketyapti. Kam uxlash. Bu nimaga olib keladi? Meditsina taraflama gapiradigan bo'lsak. Meditsina taraflama shu miya charchaydi. Oxirida ham uxlamaydi, ham telefon o'ynagan, telefondan chiqayotgan to'lqinlar, elektromagnet to'lqinlar miyani gipofizga ta'sir qiladi. Gipofizda uyqu gormoni bor. O'shani bloklab qo'yadi. Uxlamasdan o'tiraveradi. O'sha telefon indamaysiz ertalabgacha ham, 3-4 gacha ham o'tiraveradi bolalar. Chunki u blokirovka qilib qo'yadi uyquni. Yotib telefonni olib qo'ysiz ham uxlamay yotadi bola. Yotadi, uxlamaydi. Chunki ani gipofiz ishini to'xtatib qo'ydi. O'sha uyqu gormoni, melatoninni chiqmaydi u. Keyin ertalabga yaqin uxlab qoladi u bola. Keyin zo'rg'a turadi ertalab, yo bog'chaga, yo maktabga borish kerak bo'lsa. Atak shu natijasida keyin nervni bo'ladi. Shu faqat telefonni olib, yana kun bo'yi shuni harakatini qiladi. Oysimdan mushadi, ber telefonni deydi. Faqat shunga bog'lanib qoladi. O'zi zo'r lifehack qilsa bo'ladi ota-onalarga. Iloji boricha soat mana uzun qilishadi, baribir davratib, yo'q qilsa, kelinglar hamma ota-onalar, hammamiz bitta setkaga, hammamiz telefonimizni tashiymiz, bo'ldi shu bilan ertalab olamiz, bitta joyga qo'yib qo'yamiz. Menimcha undan keyin menimcha bolalarning hech qanaqa ishi yo'q. Onaning ham hech qanaqa ishi bo'lmaydi. Qo'yib qo'yilsa, shu kattalardan o'zi boshlansa, shu narsa. Kichkinalarga ham iloji bo'lsa ta'sir qilib bo'ldi, hammamiz endi uxlaymiz. Chunki men o'zimdan shunaqa bo'ladi, ba'zi payt 12larda kelsam, misol uchun telefonni men zaryadkaga holga tashqariga qo'yaman, o'zim ichkarida yotaman. Qo'ysam tez uxlayman. Agar telefonimni yonimda zaryadkaga olib ertalab turishim kerak bo'lsa, baribir nima bo'ldi ekan deb bunday qaraganimni o'zida bir yarim soat vaqtimni olib qo'yadi. Bekorga kamsizlanib o'tiraman. Bekorga shu yarim soat uxlaganim yaxshi edi deyman. Imkon qadar shu uyga ham kelganda xotinimga ham shu yerga qo'yib mashinani, telefonni Hoji Akbarnikini ham olaman, o'g'limnikini ham. Qizlarda yo'q, shundoq ham o'zi yo'q, akasi bermaydi hech qachon. Men ham bermayman, bersa oyisi beradi. Oyisiniki olin degani o'sha qizlarda ham telefon yo'q degani-da. O'shani yig'ishtirib o'sha yerga qo'yib qo'yamiz. Bo'lib bu yog'iga tez uxlab qoladi bolalar ham. Agar telefon bilan bo'lsa, ko'rib 12-1 gacha o'tiraveradi yo'qmasam. Bilmay qoladi, baribir xonalar addenni bo'lgandan keyin hammasini tepasida ko'rib bo'lmaydi, boshqa qilib bo'lmaydi. Eng zo'r yo'li deyman, shu o'ndan keyin shu uzun qilgandan keyin davay turib setkaga solib, ya'ni zalda ham qilishadi, hammaniga yig'ib olishadi. Chunki hattoki zalda ham borishsa, o'rtada 20 sekund bo'lsa, mayli 1 minut bo'lsa, 5 minut, 10 minutlab bolalar telefonni o'rtada qidirib qoladi-da, "Voy, qilmaysizlarmi? Bir tiyin bo'lyapti, shuncha narsa" deydi. Yig'ib olishsa, hamma bir-biri bilan tez-tez qiladi. 1 soat, 1,5 soatda ish bitadi. Agar telefon bilan bo'lsa, 3 soatda ham odam cho'zilib, javob berib, baribir chalg'iydi inson. O'shanga menimcha sog'liqqa ham, miyaga ham
ko'z nurlariga ham foyda bo'ladi deb o'ylayman. Men zashitasi bo'lsa ham zarari kuchli baribir. Ha, juda. Iloji bo'lsa 5 metr. Agar uxlasangiz 5 metr naryoqda bo'lishi kerak telefoningiz. Shunaqa qo'yib kirsa zo'r bo'ladi. Ha. Tez uxlaysiz. Eng kami 5 metr distansiya bo'lishi kerak telefon bilan siz o'rtangizda. Shuning uchun bolalarda ham xuddi shunaqa. Ko'pchilik uni oladimda o'rnini yoniga yoki yastig'ini yoniga qo'yadi. U shu telefon o'ynagandek bo'lib chiqadi ertalabgacha. Nur chiqarib turadi u. Agar tokka tiqsa, u вообще yomon nur chiqaradi. Shuning uchun iloji boricha siz aytgandek shu yig'ishtirib qo'yish kerak soat 10 da yoki 9 da bolalardan berish kerak emas. O'sha men ham chiqib ketishi mumkin. Endi mana biz ham beryapmiz, yosh kattalar ham qo'ysa, otam, onam ham o'zi qo'yyapti deb, bolalar ham sal bo'lsa ham anaqaga chidaydi deyapman-da. Hozir shuncha butun muammoni bizga aniq qilayotgan narsa bu faqat telefon bo'ldi, shuni to'g'rimi? Ya'ni telefonni bolalardan agar olib qo'ya olsak, shuncha ancha muammolarimiz yechiladimi? 50% muammo shu telefonga to'g'ri kelyapti hozir. Keyin yana bitta narsa ham bor. Ko'pincha aytiladi-yu, voy miyam og'riyotsa, miya og'rimaydi, boshim og'riyotgan bo'ladi deshadi. O'zi miya ham charchaydimi? Og'riydimi? O'zi bu qanaqa narsa? Miya charchaydi. Charchashiga sabab o'sha vaqtida uxlamaslik, vaqtida ovqatlanmaslik, ertalab vaqtida zavtrak qilish kerak. Zavtrak ham miya faoliyatiga muhimmi? Juda ham muhim. Bosh miyaga glukoza kerak ishlashi uchun. Maktab paytidan beri zavtrak qilmayman-da. Ertalab. Lekin mana hozir shu paytgacha nechta doktor bilan kelgan bo'lsa, o'zlari ham tajribadan kelgan bo'lsa, hamma narsa baribir uyquga, to'g'ri ovqatlanishga, telefonni kamroq o'ynashga, sizlar mana shu 3 ta narsani iloji boricha to'g'ri qilinsa, menimcha yoshlar, endi baribir yoshlardan yangi uylangan kelin-kuyov ham shunga amal qilsa, menimcha tug'ilgan farzand ham menimcha yaxshi tug'ilsa kerak deb o'ylayman. Sog'lom bo'ladi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Mana shu 3 ta narsaga qattiq ahamiyat berishlik kerak ekan. Uyqu, ovqatlanish, ertalab, obedda, kechqurun eng kamida mana shu 3 mahal. Polnikam kerak, miyaga ozuqa kerak. O'zi miya to'liq mana quvvatda 100% ishlashi uchun mana shu narsalar muhimmi yoki yana qanaqadir faktorlar bormi? Yana faktorlar bor. Endi воспалительный proses, shamollashlar bo'lsa, ming vaqtida ovqatlanib, ming vaqtida uxlasangiz ham u sizni foydasi yo'q. O'shani yo'q qilmaguningizcha. Masalan, xronический tanzilit kasalligi ko'p bolalarning boshi og'riydi. Darsga bordi deguncha shovqin yoqmaydi, dars qilgisi kelmaydi, darsdan o'tirgisi kelmaydi, chunki boshi og'riydi. Qabul qilmaydi ham, o'qituvchining gapini ham eshitmaydi, chunki boshi og'riyapti. Bosh og'rishiga sabab u xronический tanzilit. Tomog'idagi xronический воспалительный proses. Shularni e'tiborga olsak, shuncha aytayman, 50% telefonga terkilyapti, 50% qanaqadir bir kasalliklarga bog'liq bo'lyapti. Bosh og'rishi, charchashi. Kasalliklarni oldini olib, telefonni ham ana cheklab qo'yilsa, bolani hayoti yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi bo'ladi. Inson hamma narsaga ko'nikuvchan bo'ladi. Yengillikka bo'lsa, sal og'irlikka bo'ladigan bo'lsa, sal qiynalishi mumkin. Og'irlikdan yengillikka o'tayotganda ham qiynaladi inson, to'g'ri. Shuki ko'nikuvchan bo'ladi. Har bir narsaga ko'ndirsa bo'ladi. Faqat shu dangasalikni olib tashlash kerak. Iloji boricha odam oldin o'zida ko'rsatib berish kerak. O'zida shu narsani, o'g'liga bo'layotgan narsani, so'rayotgan narsani o'zida qilib ko'rsatsa, baribir bolalar otasidan, qizlar onasidan oladi. Onalar ham iloji bo'lsa qizlarga o'ziga o'rnak bo'lish kerak. O'sha yaxshi kiyinishni xohlayotdimi, o'zi ham yaxshi kiyinish kerak. Yaxshi yurish xohlayotdimi, o'zi ham yaxshi yurish kerak. Yaxshi muomalani xohlayotdimi, yaxshi muomalani xohlayotdimi, o'zi ham shunaqaga qilsa, qizlar ham o'shanga oladi. Lekin o'zi ya'ni o'rnak bo'lyapmiz, neto narsa bilan bolalardan qo'pol qilayotganda mana buni qil. Ana eskilarning gapi bor, hamma narsa endi baribir domlaga tiyilib qolgan, domlaning aytganini qilgin, qilganini qilma. Qilganini qilmagin deyshadi. Xuddi u narsa ham o'sha maqol bo'lib ketib qoldi-da. O'zi aslida bitta u domla emas, ota-onani aytganini qilgin, qilganini qilma deyish mumkin misol uchun. Hammada bor akani aytganini qilgin, qilganini qilma. Chunki ukasiga boshqacha tarbiya beradi, lekin o'zi boshqacha. Misol uchun-da, hamma gapni tarbiyani zo'r beradi, lekin hamma o'zidan birinchi boshlasa zo'r bo'ladi deb o'ylayman. O'sha ovqatlanish mexanizmimi, telefon mexanizmimi, misol uchun iminani uyqu mexanizmini to'g'ri qilinsa, misol uchun o'shanda
rejim bor deydi. Chunki rejim bo'lgandan Rejim bo'lishi keyin kerak. hamma tushadi deydi. Farzand ham tushadi, anaqalar ham tushadi. Mana men o'g'limni ham yaqinda o'sha yozda ponni kech turardi, boshqa qilardi. Hozir mana rejimga tushdi. Mana 1 oydan beri ertalab maktabga borish kerak bo'ldi. Bomdodda o'qigandan keyin turadi, avtomatik ketadi, keladi, yolqilaydi. Faqat oldin ko'proq ko'chada yurishga harakat qilib, kamroq qilardi, kech qilardi. Chunki nimaga rejim o'shanga tushuvdi. Nimadir o'sha mas'uliyat bo'ldi, rejimga tushib ketdi. Endi ko'rasiz, mana uyqusi ham bo'ti, ertalab zavtraki ham bo'ti, boshqasi bo'ti. Hech qanaqa nerv trubka va oldin sal narsaga siylarga ham sal qattiqroq gapirib qo'yadi. Hozir unaqa gap so'zi yo'q. Chunki o'zi charchab kelyapti. O'zi o'qib, charchab kelyapti. O'zi bolada oxirgi payt kuchayib ketgan tashxis bor, VSD. Vegetativ distansiya. O'sha o'zi qanaqa tashxis, qanaqa bu kasallik? Vegetososudистая distoniya deyiladi. Vegetativniy nerv sistemasi bor odamda. O'shani distoniyasi, ya'ni tonusi har xil bo'ladi. Bir pasayib ketadi, bir baland bo'lib ketadi. Shunda shu kasallikni tashxis qo'yiladi. Unda bolada qanaqa holatlar kuzatiladi? Bosh og'rig'i, ko'ngil aynish, yurak urib ketish, terlash, nevroznost, shular hammasi vegetososudистая distoniyani belgilari, simptomlari. Bu hozir ko'p bolalarda bo'ladi. Transportga chiqsa ham ko'ngli ayniydi. Simptom ukachivание. Bu ham o'sha VSDni bir turi. Ko'ngli aynib, boshi og'rib, to maktabga yetib borguncha уже hech nimaga xohishi qolmay, darsga ham kirgisi kelmay qoladi. Bu ko'pincha o'sha bolalarni ichak faoliyati yaxshi emasligidan, vaqtida ovqat yemasligidan, stressовый состоянияda, ya'ni ota-onasi bir noto'g'riroq muloqot qilib qolgan bo'lsa, u ham ta'sir qiladi bolalarga. Ota-ona bir-biri bilan urushsa ham bolaga ta'sir qiladi, nervniy sistemasiga. Shuni o'ylaydi bola. Hamma boladami yoki immuniy mashq kasallik bilan kasallangan boladami? Yo'q, почти hamma bolada ta'sir qiladi bu narsa. Ichak, xronический tonzillit, atrof muhitdagi muammolar. Agar uyingizda muammo bo'lmasa, ota-ona bir nima deydi, baribir ota-onani bir-biriga bo'lgan munosabatiga ko'p narsa bog'liq. Bolalar shundan ichida siqiladi, ichida o'ylaydi, ustida aytolmaydi. Mana bu ham ta'sir qiladi. Shuni o'ylab, keyin boshi og'rib boshlaydi. Chunki o'zidan beixtiyor. Bu narsa ta'sir qilyapti, atrof muhitdagi o'sha voqealar ta'sir qilyapti. Ko'pi hamma narsa yeyishadi, ko'chada kiriyeshki, naqalar Kireshkilar hozir bo'li zararsiz bo'lib qoldi. Kireshkilar biz paytda, biz yoshligimizda zararli edi. Hozir kecha bir jiyanlarim bilan kirib qoldim do'konga, bir narsa olib beraman deb. Oliyotgan narsasi bilmadim nimadan qilingan, nima ximikatdan qilingan, umuman tushunarsiz narsalar, lekin u odam просто невооруженным глазом видно-da, что zararliligi. Lekin bolalar mazza qilib yeyapti. O'zim olib yeb ko'rdim tiktasini, oxirgacha yo'madim-da, tuflab tashladim. Bolalar o'shani yeyapti lekin. Hozir bilmadim, agar bunaqa ko'p ketsa. Chireshki, chipslar, iloji bo'yicha energetik baribir anaqa qilinadi. Gazli ichimliklarni ko'p ichishadi. Soklar, keyin mana maktablarda anaqa sosiskali bulchkalar berishadi. Yaxshi pishmaydi-ku ichi. O'shalardan baribir o'zi chala pishgan ovqatlar o'zi ko'p zarar beradi o'zi. O'sha hot-doglar, ichida kotlet yaxshi pishmaydi. Ana o'shalar bolani zaharlaydi-da. Ichaklarini, masalan, u qonga so'rilib, qon orqali miyaga boradi. Shu bilan boshlanadi vegetososudистая distoniya. Hech nima yoqmaydi. Qonni ham og'riyveradi, ko'ngli ham ayniveradi, boshi ham og'riyveradi. Lekin bunda qarsiz issig'i yo'q, kasalga o'xshamaydi. Lekin bu kasallik hisoblanadi. Buni oldini olish uchun qaysi etaplar kuzatilsa, shu doktorga olib borish kerak? Endi buni oldini olish uchun maktablarda oldinlar dispanserizatsiya bo'lardi. Nima u? Bolalarning sog'lig'ini tekshirilardi. Hozir maktablarda bormi yo'qmi, unaqa juda u darajada yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. Oldinlari bittalab skolioz bo'lsa, hammani yechintirib ortoped ko'rardi, tomog'ini ko'rardi, anginasi bor bo'lsa, lorga borgin, bor oldirgin deylardi. Tishlarini ko'rardi. Shunaqa qilib bolalarning sog'lomligini tekshirilardi. Tirnoqlar ko'rilardi. Tirnoq ko'rilardi. Yo'tis surib kelinardi, menimcha eslayman. Shunaqa
narsalarni agar yo'lga qo'ysa bolalar ancha sog'lomlashadi deb o'ylayman. Oldindan biladi. Biz yoshlik paytimizda o'sha sinfga kirib o'sha 30 ta bola bo'lsa hammasini tomog'ini anginasini ko'rib chiqilardi. Направление berardi, sanikini oldirish kerak, sanikini anginani oldirish kerak, ertaga yuragingga ta'sir qiladi yoki oyog'iga ta'sir qiladi deyilardi. Borib order olib anginasini olib tashlamaguncha qo'ymasdi. Keyin chaqirib bitsilen terapiya qilinardi o'sha bola to sog'lom bo'lib ketgunicha. Endi hozir u darajada hech kim tekshirmayapti tomog'ini anginasini. Endi bundoq qarasangiz o'zimizning ota-onalar ham buni bolasini tomog'iga qarab, tomog'i og'riyapti deydi, bo'ldi. Dori ham bermaydi. Azimak ichiringlar bunga hech bo'lmasa tomog'ini chayilsa, o'shani ham qilishmayapti. Shuning uchun bolalar shunaqa nervni, miyasi charchaydi, lekin asl sababini hech kim ahamiyat berib ildiziga yetib bormaydi. Kasallikning negiziga. Endi bu narsalarni ko'p biz ham uyda kuzatamiz, jiyanlarimizda ham yoshlarda ko'p bo'ladi. Ba'zi bir payt o'zi tomog'i og'rib turgan bo'lsa, shirinlik yeb oladi bolasi. O'zi yeyotibdi deydi. Menimcha biz kattalar shuni sekin shu yoshlarga tushuntirib borishimiz kerak-da. Bu tomoq og'rigan paytda bu shirinliklarni berib bo'lmaydi. Agar bilmasang bilib ol. Siz yomon ko'rinamiz, to'g'ri, lekin qasdir paytda baribir asqotadi. Shu kattalar va kichkinalarga o'rnak bo'lgan holatda etib turishimiz kerak. Chunki bolada kasal bo'lganda, misol uchun tomog'im og'riyapti, shikolatni yesam battar og'riydi deb o'ylamaydi u bola. Shu shikolatni yeb olsa baribir nafs bor-da. Nafs baribir любой narsadan ustun-da. Kasallikdan ham ustun kerak bo'lsa, ota-onadan ham ustun bo'lib qoladi bir xillarda nafsiga qul bo'lgan odamlar. Misol uchun shunaqa bo'ladi-da. O'shancha aytiladi-ku, ana nafsimni aqlim boshqaradigan darajada aql bergan deb bekorga so'ralmaydi. Menimcha shunaqa o'rgatib borilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki baribir yosh kelinlar ham yoshda, baribir ularning darajasida bunaqa narsa bor. Endi mana siz qatorida, bizga qatorlarda misol uchun baribir bu narsalar o'rgatilib, ko'rib, ko'zimiz bilan ko'rganmiz-da. Baribir hozir endi birpasda bitta narsa bo'lsa, sразу klinikaga yo'lmasa poliklinikaga, doktorga borishadi. Oldin unaqa sharoitlar bo'lmagani uchun hamma narsa birinchi yordam uyda ko'rsatilgan. Hamma narsa. Men eslayman, tomog'im og'risa rahmatli buvim krasim bo'lardi, boshqalar o'shanda bunday artib yig'izib qo'yishardi. Arzimagan ani g'urra bo'lib qolsa o'sha yerga muzdeynasi bosilardi, tanga qilinardi. Birpasda olib borilmas, shularni biz ko'rib o'zida his qilganimizdan keyin hozirgilarga yetsangiz unaqa narsani chunki nega hamma narsa tiqqisi o'sha klinikaga tiqqisi o'shanga boradigan bo'lib qoldi. Hatto birinchi yordamni bilib olinsa, hatto misol uchun onalar aslan yana onalarga taqab olmay, onalar yomon ko'rib qolmasin, mani onalarga taqib hatto o'sha eski YouTube'larda ko'rishadi, baribir ikkita tepa bitta pastga qilib Instagramga bo'lar bo'lmas narsani ko'rmasa, iloji bo'lsa o'sha eski holatlarda qanaqa sharoitlarda davolanganini ko'rishsa, o'sha ham ancha effekt beradi. O'shani zamonaviy turlari chiqqan. Hozir misol uchun krasinga artish to'g'ri kelmasa, bunda xlorafit bor, furatlin bor, o'sha bilan bitta yuvsa bo'ladi, misol uchun oddiy shpris bilan. Mayli, birinchi yordam ko'rsatish to'g'ri, mutaxassis bilan maslahatlashgan zo'r. Lekin kechasi 12-1 bo'ladi. To'g'risi men eslayman, hattoki tish og'rib qolganda ham o'shani ham yo'l yo'rini topishardi ota-onalarimiz. Chunki u payt tish doktor kechasi bilan ishlamagan. Bilaman-da, tish og'rig'i bilan tirnoq og'rig'i uncha-muncha odamni totlatib yuboradi. Chidoq bo'lmaydi, agar qattiq og'riydi, nerv miyaga beradi. O'sha paytda ham arzimagan narsalar bilan, misol uchun o'sha analigi nimani bosib qo'yish, yana misol uchun paxtani mana issiqroq qilib ushlash, mana quloq og'riganda yonimda tomizish, shunaqa narsalarni biz o'sha birinchi yordamni iloji boricha o'sha ota-onalarimizdan ko'rganmiz. Chunki sharoit shunga talab qilgan. Endi hozir zamon talablari kuchayib ketdi. Boshqildi sari narsaga ham borishganligi zo'r, lekin imkon qadar shuni bilib olishsa, hatto birinchi yordamni o'zi ko'rsatishgan bo'lishadi. Tam endi ana seryoznini ham birinchi tema yordam qilib uyda tam bir narsa qilib qo'yishdan ko'ra, men yengillarni aytdim. Misol tomoq og'riganda iloji bo'lsa shirinlik bermaslik. Misol shuni kontroli. Misol uchun bosh og'riyaptimi, o'shanga to'g'ri misol uchun parasetamolning ham har xillari bor, detskisi bor, katta parasetamol balki sitramon ta'sir qilishi bor. Misol uchun hozirgi kunda bilyapmanki, shamollashga ko'p doktorlarda bo'ladi, shunaqa sras sefrakson, sefazalin yozib yuboriladi. O'sha bo'ldi, sefrakson kirdidimi, undan keyin pensilin ta'sir qilmaydi unga. To'g'risi, bizani oldin pensiya analgin deymiz, pensilin bilan davolashadi. Birinchi pensilin. Pensilindan keyingisi nima? Xuddi qo'pol qilayotganda iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 bo'lib, misol uchun iPhone'dan keltirib berib, shunaqa bo'lgan. Endi
to'ppa-to'g'ri. Meditsinskiy gapirmaylik deyotganimizga aytyapmi? Shunaqa qilib etap qilingan. Chunki nimaga? Sraz iPhone 17 tutgan odamga keyin iPhone 5 bersa, hech qachon uni tutmaydi-da. Tana ham xuddi shunaqa. Unga bog'landimi, unga chuvstuvit qilmaydi. Uni nima bu deydi. Chunki undan zo'r narsa kirib bo'ldi-da. Imkon qadar hozirgi doktorlar bilan ham iloji bo'lsa maslahatlashib olganda, lecheniya olganda, oxirgi olgan iloji bo'lsa, anaqalarni, nazlacheniyalarni etsanglar doktorlarga. Doktorlar ham undan keyingisini yozib beradi. Agar bu narsani etilmasa, undan pasini yoki 5 barobar ko'pini yozib qo'ysa ertaga, undan keyingisi chiqsa chiqadi, dorilar undan pasti chiqmaydi, o'sha bolaga ta'sir qilmay qoladi. Chunki u bola hali necha yil yashash kerak? 60, 70, 80 ga kirganda nima dori talab qiladi o'sha? Shunaqa bo'ladi-da. Shunaqa deb o'ylayman. Shuning uchun yana noto'g'ri tushunishmasin. Bor fikrimni men ham aytib o'tdim. Qaysi turlari manfaatli, qaysi turlari manfaatsiz bo'lib qolsa, unisini o'tkazib yuborishadi. O'zi bosh og'riq bilan migren farqi nimada? Oddiy bosh og'rig'i bilan migren bu og'riqda farqi bo'ladimi yoki qanaqadir holatdami? Migren alohida kasallik hisoblanadi. Oddiy bosh og'rig'i emas. Migren bir necha yillar davomida shamollash natijasida kelib chiqadigan kasallik bo'ladi. U bir yil, 2 yil ahamiyat bermaydi bosh og'rig'iga. Har kun titramoy ichib yuradiganlar bor-da. Migren o'sha meningitmi shu? Yo'q. Boshqa. Meningit boshqa narsa. Meningit bu infeksion kasallik. Migren bu o'sha bosh miyani qo'big'larini vaqti bilan qattiq ishadi, qattiq og'riq beradi. Ko'proq yarim yuzini, boshini yarmi og'riydi. Keyin o'sha qattiq og'rigani shu darajada qusadi odam. Ko'ngli ayniydi. Qattiq og'riganda pristupobrazniy og'riq beradi migrenda. Keyin to qayd qilmaguncha o'sha og'riq bosilmaydi. Qachon qayd qiladi? Keyin bosiladi, keyin uxlaydi. После преступный сон deydi. Uxlab keyin o'ziga keladi. Uni oddiy bosh og'rig'i bilan butunlay farqi boshqa. U o'zi ko'proq kimlarda kuzatiladi? Ko'proq o'sha shamollash o'tib ketgan, ya'ni vaqtida lecheniya olmaganlarda bo'ladi. Bosh og'rib yuradi, asabiy bo'lib yuradi, bosh og'rib yuradi-da, lekin dorilar ichib yuraveradi. Belgilarini yo'qotib yuradi. Analgima, tetramonmi ichib yuraveradi, lekin kasallikning asosiy sababini yo'qotmaydi. Haligi tegi ildizi, masalan, u gnoniy tanzilit bo'lishi mumkin. Yoki ichak, yoki постоянный стрессовый состоянияda yuradigan odamlarda ham uchraydi bu narsa. Neyrogenniy hisoblanadi. Shu bosh miyani vaqti bilan pristupobrazniy ichida achok bo'ladi. Shu achokdan keyin qattiq bosh og'riydi. Oddiy bosh og'rig'i butunlay boshqasi. U endi har xil holatlarda bo'ladi oddiy bosh og'rig'i. Masalan, bir piyola suv, achchiq choy ichsangiz, bitta novvot tashib o'tib ketadiganlar bor. Ya'ni u pitaniya. Glukoza yetmayapti, bosh og'riyapti, menga ovqat ber deyapti. Yoki tomoq og'riyapti, ozgina tomoq og'rigani hisobiga, intoksikatsiya hisobiga bosh og'riyapti. Ular boshqacha bosh og'riq, lekin migren bu alohida kasallik hisoblanadi. Seriozniy davolash kerak uni. U qanaqa misol uchun dorilar bilan davolasa bo'ladimi yoki uni qanaqadir отдельный davolash usuli bormi? Yo'q, dorilar bilan davolanadi. Dorilar bilan. Uchun aytmoqchiman, больницаga yotib ham. Yo'q, endi больницаga yotish shart emas. Unaqa yotib olib lecheniya oladigan kasallik emas. U vaqti bilan qo'zg'aydi-da, har kun emas. Manimcha bahorlarda pristupobrazniy bo'lib boshlanadi. Magnit bo'ronlarda salqin bo'lganda, sovuq tushganda, qishda ko'proq bo'ladi. Bir xillarga sraz ta'sir qiladi, bilaman, bir ikkita o'rtoqlarim ham ishxonada ham. Voy, magnit bo'roni bor shekilda ta'sir qiladi. Cherepnoy, mana shu. Cherepnoy o'zi qanaqa, nima deydi? Migrenga o'xshaganmi bu ham yoki umuman yana boshqa narsa? Yo'q, cherepnoy davleniya. Cherepnoy borda, xuddi siz aytayotgan narsa menda bo'ladi. Xuddi migrenda bo'ladigan narsalar o'xshaysiz, menda bo'ladi bu narsa. Menda cherepnoy bor. Migren bilmadim. Endi alfabet bo'yicha hamma kasallik bor ekan-da senda. Ya, tajriba sifatida o'zingiz qiyos qilib berasiz. Endi boshlovchi doim hamma kasallik bo'ladi. Anaqa kuzatuvchilar tomonidan beraman-da savollar. Boshingiz og'risa, demak sizda ham bir lorga murojaat qiling, konsultatsiya. Lor, tomog'ingizdagi og'riq, tomog'ingizdagi xronический tanzilit boshingizga berishi mumkin. Siz uni bilmaysiz, og'rimaydi tomog'ingiz. U qon orqali boshingizga beradi.
travma bo'lgan bo'lishi mumkin yoshlikda. Yiqilib, sotrasение bo'lib, lechение olmay yurgan bolalarda bo'ladi bu narsa. Yoki sport bilan shug'ullanganlarda bo'ladi. Sportga borib, zallarga borib, keyinchalik серьезный travma olgandan keyin tashlab ketishadi-yu bir xillar. Ana o'shalarni shu sababi travma yoki воспалительный protsess, bosh og'rig'ini sababi. Keyin bolalar temasiga qaytadigan bo'lsak, shunaqa narsa borki, bolalar qaysidir etapda asabiy bo'lib qoladi. Ota-onasidan boshqa hammaga gap qaytaradi, boshqa bu shunaqa davr deb o'tib ketiladi. O'zi bu haqiqatan shunaqa davr bormi yoki bu просто bolani erkalatib yuborishmi? Yo'q, unaqa davr yo'q. U подростковый возраст deyiladi-ku, hali o'tuvchi davr deydi, o'sha 14 yoshdan boshlab yog'i переходной deb. Lekin u переходнойda ham odam aql zakovati butun bo'ladi-ku, u darajada bo'lish kerak emas-ku. Masalan, ota-ona bilan urishish kerak emas, gap qaytarish kerak emas yoki ustozlar bilan urishyapti hozir bolalar. Ustozlar gap qaytarishyapti. Bu возраст hech qanaqa ahamiyati yo'q. Bolalarning tarbiyasida bu. O'sha ota-onasi ham agar o'qituvchi bilan urushsa kelib oldinlari hamma farzandini urishgan, hozir borib ota-onalar o'qituvchi bilan urushib kelyapti-da, "Sen men bolam urushibsan" deb. Bu tarbiyaga bog'liq. U переходной возраст degan juda ham noto'g'ri. Shuncha noto'g'ri. Mifda, menimcha. Noto'g'ri. Bizning davrimizda men aytaman, biz o'qituvchilarning gap biz bunday tik qaramaganmiz o'qituvchilarga. Gap qaytarmaganmiz. Lekin bironta narsa bo'lib anaqa majlisda ota-onasiga anaqasi, o'sha ota-ona uyga kelib o'sha bolani urishgan. Men sani deb gap eshitib keldim deb hech qachon o'qituvchini urishmaganda borib. Bizning davrimizda nima подросткlar bo'lmaganmi? Bo'lgan подросткlar. Shuning uchun bu juda ham ko'p tarbiyaga bog'liq. Hozirgi zamonning tarbiyasiga bog'liq. Men esimda agar biz o'qituvchidan kalta yesa, uyga borib kimdan kalta yeding deysa, o'qituvchimdan desa, uyda battar yana kalta yerilardi, yo'qsa urishilardi. Nega shu o'qituvching sen bekor noto'g'ri ish qilgansanki, shunaqa urgan deydilardi. Uyga kelib o'qituvchim urdi deyishga qo'rqilardi. Chunki o'qituvchidan bitta kalta yeb qo'ygan yaxshi edi, yo'qsa bitta gap eshitib qo'ygan yaxshi edi. Tinchgina. Endi baribir yosh bo'lganmiz, sho'xlik qilganmiz, boshqalar rus tili o'qituvchimiz bor edi. Endi hozir bilmayman. Shu shibabra bilan ko'proq bizani anaqa qilardilar, nima tarbiyalardilar, shu 4-sinfgacha. De rus tilini shunday qilib turib, anaqa urganlarida bitta anaqasi menga bitta tiyib qoldi. Men o'tib narusheniya ham qilmaganman, to'g'risi. Tasodif menga tiydi, boshim yorildi. O'sha medpunktga chiqdim, yaxshi o'sha payt maktablarda shunaqa narsa bo'lardi. Chiqib boshimni boyladi endi. Ya'ni o'qituvchi ham u payt direktorlar sirasi o'qituvchiga napadena qilmas edi. To'g'risi-da, direktordan ham qo'rqib turlardi. Boshimiz yorilganini bilib, sen bekorga to'polon qilgansan deb qattiq anaqa bo'lardi, ya'ni nomus bo'lardi. U eshitish, mana bunaqa birovdan anaqa qilish. Qo'rqib turib direktor ham birdan tasha, kim bilan urishding yo bo'lsa, o'qituvchim deyishga odam uyalardi. Keyin o'qituvchim o'sha payt endi paddeshga qilgan, o'zi men tik ketib qoldim yo bo'lsa, o'qituvchiga qattiq gapirib, endi uyga kirish bir muammo edi. Endi shu holatga kirsam hozir urishib kelding. O'qituvchim urdilar yo tik ketib qoldi deyish yolg'on tuyulardi. Rostini aytsa yolg'on tuyulardi, yolg'onni aytsa yiqilib tushdim. Mana shunaqa bo'lib qoldi, undan ko'ra bitta urishardi, bo'ldi, o'tib ketardi. O'shanda kirganimda opam rahmat aytardilar. Sen kimni urishgansan? Ertasi kuni o'qituvchim bilan kelib, ishonmasa kelganlarda o'qituvchim uzr so'rab, mana shunaqa tik ketib qoldi yo bo'lsa, yo'q, bo'ldi, siz aytganingiz qilmagan bo'lsa kerak deb o'yladim men. O'shani addidan utachilik qilay deb ketganlar. O'shanda ham o'qituvchidan so'rab, urishib talashib emas, bo'ldi, sizni tushundim deb o'tib ketdi. Agar bu holat hozir holatda bo'lsa, bormi? U to'g'ri urishgan o'qituvchini ham dabdala qilib tashlashdi. Endi iloji boricha, endi bu baribir o'sha yoshlarga yana taqalyapti, baribir zamonga taqalyapti, o'sha telefondan bor narsalar. Chunki oldin bitta Qashqadaryoda nimadir voqea bo'lsa, yo'q, payshanba kuni jurnal orqali bilardi. Yo'ki qanaqadir axborotlar kutilardi. Bayramlarda, boshqalarda qachon mustaqillik bayrami bo'ladi, qachon nima e'lon qilinadi, hayit qachon e'lon qilinadi, boshqa qilinadi, hammasi televizorda bo'lardi. Endi axborotda
hayit kuni 7-chi mana shunaqa paytda bo'ladi. Hozir bo'ldi bittada topiladi, bo'ldi telefon tarqaydi, televideniya o'sha orqada qolib ketadi, to'g'risi-da. Shunaqa narsalar kutilardi-da. Endi hozir Qashqadaryo yo'lda tursin, butun chet elda nima bo'layotganini bilish imkoniyatlari bor. Baribir endi Yevropada boshqacharoq metod, bizda boshqacha baribir endi shu eskilarda bor, bizani o'zbek, turk millat billa deb ana qilingan. Endi hozir mana Turkiya ham pashti Yevropaga qo'shilgan, boshqa qilgan deb baribir qanaqadir tarbiyada, kinolarda ozgina o'zgarishlar bo'lgani uchun bizga o'sha narsa baribir ta'sir qilyapti. Chunki u kinolar. Endi bu kinolarni ham olib kirgandan keyin inson o'zida bo'lishi kerak deb o'ylayman. Yaxshisini olish kerak, yomonni o'zi olish kerak emas deb o'ylayman. Men anchadan beri televizor, endi u televizorni ko'rmagandan keyin hujum telefonga bo'lyapti. Qisqa metrajni bu yoqqa olib, bu yoqqa qo'yib olib, bu yoqda qiziqtirib olib, keyin majbur bo'lgandan keyin bu yoqqa tirt o'tqizyapti. Bo'ldi, bir to'lib o'shanga ani xuddi ani doriga o'tkazgandek o'tkazilyapti-da. Baribir bir-biriga bog'lib bo'lyapti. Bayram o'sha telefon yomon, lekin ba'zi paytda telefon ham yaxshi effektni beradi, og'rizni yengil qiladi, ishingizni yengil qiladi, qanaqadir отчётlaringizni yengil qiladi. U taraflardan foydalansa, menimcha yaxshi deb o'ylayman. Chunki pichoqni ham ikki xil yo'lda foydalansa bo'ladi. Bittasini o'sha sabzavotlarni to'g'rash uchun, bittasini o'sha qo'lni kesish yo odam o'ldirish darajasida foydalansa bo'ladi. Pichoq ham yaxshilikka, yomonlikka harakat qiladi. O'zi ikkita narsa bor, minus plus bor, yaxshilik, yomonlik, baland past. O'sha bir-biriga bog'liq narsa-da, bir-biriga qarshi narsalarni yaxshisini olib, yomonni tashlab ketirish kerak deb o'ylayman men. Keyin yana bitta narsa ham bor-da. Misol uchun bu ko'p o'rtoqlarimda ham ko'rganman, bolalarda bilmadim. Ovqat qorningiz ochsa, asabiylashib qaltirab qoladi. Qorin to'ygandan keyin hamma joyiga tushadi. Qorin och paytda hammaga negativ solib, sen bo'lib rulga o'tirib qolsa, вообще xolagancha haydab, bu kasallikmi bu ham? Davolasa bo'ladi bu narsani. Endi davolasa bo'ladi. Endi vaqtida ovqat yeyish kerak. O'sha yetmaydi, miyaga ozuqa yetmaydi. O'shaning natijasida odam nervniy bo'ladi. Endi qo'l qaltirash уже juda ham qoningiz ochib ketsa bo'lishi mumkin. Atak qorni ochganda qo'l qaltirash bu boshqa kasalliklarning ham belgilari bo'lishi mumkin. Masalan, sahar diabet qorni ochsa titrab ketadi. Jahl chiqib ketadi. Juda ham agar juda titrash paydo bo'lsa, uni tekshirish kerak. Atak ko'pchilik qorni ochganda bosh og'riydi, asabiylashadi. Tezroq qornimni to'ydirsam degan anaqa bo'ladi. Chunki miyaga Shunaqa bo'ladi. glyukoza kerak, pitaniya kerak. Miya och qolib ketsa, даже suvsiz qolib ketsangiz ham уже boshingiz og'riydi. Endi shu narsani to'g'ri aytdingiz, lekin baribir erkak kishi menda ham shunaqa bo'ladi. Ba'zi bir paytda qornim ochsa, ozgina bo'lsa ham, misol uchun qanaqadir stress bo'lish boshlaydi. Baribir erkak kishi oshqozon bilan yaxshi yuradi, yaxshi ovqatlansa, boshqalarga ham yaxshi kayfiyat oladi. Chunki nimaga o'zini har xil vitaminlari bor, o'sha asab tolalarini yopadigan, imенно so'z tolalarini yopadigan, miya tolalarini yopadigan narsa baribir shu oziqa, shu ovqat yegandan keyin, ovqat hazm bo'lgandan keyin shu yetishmagan hujayralarni A ga, B ga, C ga bo'lib berib jo'natib turilsa yaxshi bo'ladi. Baribir erkak kishi yaxshi so'z bilan, yaxshi oshqozon ovqatini yaxshi bo'lsa, menimcha ko'chada uncha odamga qattiq gapirmaydi uni. Ko'p erkaklar ko'p zavtriksiz yuradi, ertalabdan shikal bo'lishi. Bu boshqa keyin ovqat obedda ko'p to'g'ri yemasligi, kech payt ujun qilmaydi, ertalabga yaqin yeyishi, shu narsalar qattiq olib keladi-da. Baribir o'sha qattiq asabiylashish, ko'proq zaftrik, och qoringa ko'pchilik chiqib ketadi ko'chada. Ko'proq ertalab to'polon bo'lib qolishiga sabab shu narsa deb o'ylayman. Menimcha aytganlaridek shu zaftrikni qilib olsa, ozgina nimadirlar yeb olinsa, har holda ani yengil narsa yengil o'tib ketadi-da. U yengil narsa og'ir tuyulib qoladi. To'ppa-to'g'ri. Sport bilan shug'ullanish asab tizimini yaxshilanishiga foydasi bormi? Misol uchun sport bilan shug'ullansangiz, tana tuzilishi yaxshi, tam sog'lom hayotga, boshqa, lekin imенно asabga sportni foydasi bormi? Asabga foydasi bor. Qaysi ma'noda o'sha bir qon aylanishini yaxshilab beradi sport. Shunaqa. Qon aylanishini yaxshilab, masalan, qanday peshkom yurish yoki bo'lsam voleybol o'ynash yoki basketbol, lekin
karate, mana nima deydi, rukopashniy bo'y bular, lekin asab tizimiga nabarot ta'sir qiladi. O'ta travma olishi mumkin bolalar. Burniga kalta yesa, boshiga kalta yesa, u asab tizimini nabarot orqaga olib ketadi. Boyovoy sport nabarot asabga teskari ta'sir qiladi, asabiy qilib qo'yadi. Qaysi sport turi, imенно belgilangan sport turi bormi, misol uchun asab tinchlantirish uchun? Tennis masalan. Tennis, suzish, menimcha kiradi. Basseyn, Basseyn. basseyn, yugurish, Anaqachi bodybuilding zalga chiqish, og'ir toshlar ko'tarish. og'ir toshlar umuman. Asab nabarot Позвоночник ko'tarish me'yori bor-da, unaqa og'ir toshlar. Trener orqali shug'ullansa do'mmi? Specialist orqali shug'ullansa, menimcha u ham to'g'ri kelsa kerak. Mutaxassis bilan birga. Mutaxassis bilan birga bo'lish kerak. Og'ir toshlar ko'tarish yurakga birinchidan zo'r qiltiradi, yurakning muskullarini напряжение qiladi, keyin позвоночникka нагрузка tushadi. A позвоночникda tolalar chiqadi, nerv tolalari, koreshoklar chiqadi o'tdan. Shuning uchun qisilib qolsa, keyin o'z holiga kelishi qiyin. Shuning uchun u ham asab sistemasiga mumkin emas og'ir tosh ko'tarish. Позвоночник kompressionniy переломli bo'ladi. O'zi ko'taraman deb harakat qiladi-ku odam. O'zini me'yoridan ko'prog'ini ko'tarib olsa, bu zarar. Межпозвонковый disklar bo'ladi. Ular ham ezilib qoladi. O'shaning uchun uni tavsiya qilmayman. O'sha basseyn yaxshi, tennis yaxshi, yugurish, mayli futbol. Futbol o'ynab turishadi-ku bolalar. Katta yoshlilar ham, masalan, men o'g'lim ham o'rtoqlarim yig'ilishadi, ana nimalarga borib futbol o'ynab kelishadi bir haftada bir marta. Unda ham terlab, yugurib yaxshi bo'lib keladi-da, nerv sistemasi. Keyin, ya'ni bizada o'zimizning imенно sohadan kelib chiqib, bizada ham bitta asabni yechish usuli bor. Bolalar bilan yig'ilamizda, bir haftada bir marta kompyuter o'yin o'ynashga boramiz, kontra o'ynashga. Lekin именно как самочувствие asab 100% yechiladi. Butun bir haftada orttirilgan hamma stress o'sha o'yinda yechiladi. Lekin necha soat ketadi shunga? Bir plus-minus 3 soatlik ketadi-da. 3 soat bekor vaqt o'tadi, shunisi bor. Endi bu sport etayotgan sportlari ham odamning tanasiga, ham miyasiga foydali narsa-da. Sen aytayotgan sport faqat stress yechish uchun, nafs qondirish uchun-da. O'zi aslida boshqa narsa bilan ham qondirilsa bo'ladi. Bekorga 3 soat vaqt ketadi. Baribir odam o'ldirish bo'ladi, o'tda pichoqdami, pistoletdami, boshqadami o'ldirish bo'ladi. Qanaqadir anaqani oladi, baribir nima deydi, odamga qasr jihatlari ta'sir qiladi. Ertaga shu holat kimdir bilan bo'lib qolsa, o'sha narsani qilib qo'yish ehtimoli juda ko'p bo'ladi. Отрицательный ta'sir qiladi. Mana o'sha yoshlar bilan ko'proq hozir mana chal janjalda qo'liga narsa olishi, boshqa qilishi, o'sha ko'proq shu narsalarni o'ynagani uchun, bilgani uchun, shu ko'rgani uchun shu narsaga harakat qiladi. Bizning paytda iloji bo'lsa u pichoqli narsalar, boshqa hammasi ana nayzali narsalar, ot bilan qilich bilan bo'lardi-da janglar. Qilichlarni ayirish u payt to'g'ri kelmas edi. Hozir ham mana to'g'ri kelmaydi. Kim qilich ko'taribdi hozir? Hakka, pichoq, o'sha pistolet ham bizda to'g'ri kelmaydi. Misol ko'tarib yurgan odam yo'q. Lekin baribir shu qo'lida nimadir matoh bilan bo'lsa ham ingichkaroq narsa bilan zarar yetkazishga harakat qiladi. Shu kontr deganiga men hech kontrga qiziqmaganman. Uni men ko'p ma'ruzalarda ham eshitganman. Misol uchun bekorga vaqt yo'qotish deydi. Undan ko'ra ozgina kitob o'qisa, undan ko'ra yoki o'sha aytganlaridek oilada qanaqadir tarbiyaga yoki qanaqadir o'zi uchun misol uchun mana daryolarning bo'yiga borsa bo'ladi. U ham misol uchun vaqt ketadi, lekin foydali vaqt ketadi. Misol uchun stress boshqacharoq yechiladi, deb baribir. U ham stressni yechish bo'lyapti, ham baribir qanaqadir o'ziga qasr joyiga qora bitta anaqani olgan bo'ladi, xotirani olgan bo'ladi. O'sha kimdir bilan shunaqa voqea bo'lib qolganda, "Voy, men joyda mana bunaqa qilinardi" deb o'sha narsani qiladi. Borda mana boksda bor yurgan odam ham, harakat qilib yurgan odam ham o'rtoqlar bilan tursa bir hazillashib bilan harakat qilib qo'yadi, chunki bor. Ani diktorda o'zida hali anaqasi bor. Postoyanno shug'ullanib turgan narsa baribir odamga anaqa ta'sir qilib qoladi. U yaxshilikka bo'lsa zo'r. Misol uchun yaxshi narsa bo'lsa qolganlarga ham o'rnak bo'ladi.
lekin mana bunaqa taraflama anikini borganimizda bolalar ke bitta odam yetmabdi nima o'zi bu qani bitta borib ko'rdimda nima o'zi dedim mana soat 1:30da o'tirdim endi men kompyuter yaxshi tushunganim uchun ozgina o'rgatishdi lekin tez oldim bir xil endi bor bitta o'yinga tushib olish uchun qiynaladi endi aslan o'tda o'shani yurish kerak o'ngga chapga qochish kerak ekan aslan mishkada urilar ekan misol uchun mana shunaqa ekan ya'ni puli bo'lsa o'sha pulni berar ekan avtomat 4-3 4-6 deyapti shunaqa qanaqa oladi buni desa 1-4-6 mana shunaqa erni bosing o'qlaydi deyapti mana shunaqa narsa ba'zi to'rga o'ynadi bundoq qarasam soat ishona soat 3:30 4:30 bo'lib ketdi bilinmagan vaqt shunaqa bilinmay qoladi vaqt bilinmadi keyin juda afsuslandim to'g'risi bolalarga уже shunaqanaqa bo'lmanki bolalarga aytganki yana o'ynaymizmi уже mandan chiqyapti-da borib u yoqqa o'ynaymizmi zo'rg'a o'zimni to'g'rilab oldim chunki juda afsuslandim уже почти yarim soat 1 soatdan keyin уже bomdod bo'ldi undan ko'ra kitobimni telefonda kitobimni o'qiyman ozgina o'qib turib bomdod uxladi bekorga umrimizni yarmi misol uchun agar biz o'sha paytda uxlaganimizda ertalab 10 da tursa ham 9 da turamiz mana 8 da turamizmi turganimizda necha soat dam olardi уже 11-12 bo'lishga vaqt o'sha obedgacha vaqt ketdi birpasdagi peshon o'qidi ovqat yedi qaytib keldi dam olishda shu endi to'g'rimi to'g'risida uni har xil dam oladigan turlari borda baribir demak imkonlar esa bu narsadan qochgan yaxshi конечно lekin baribir asabiychiladi asabiychiladi endi baribir kontrda emasda futbol o'ynasa bo'ladi misol uchun qanchadir soatda misol uchun boshqa misol uchun PlayStation'ni o'ynaydi u ham ko'p vaqt oladi lekin u ham baribir ortiqcha vaqtda mana insonga sog'lig'iga foyda bo'ladi yani tabiatga chiqib birpas nafas olsa boshqa qilsa u insonni sog'lig'iga yaxshi u vaqtligi misol uchun anaqa yo'q o'sha yerda birpas kitob o'qilsa yo bo'lmasa nimadir reja qilsa boshqa qilsa u vaqtligi misol uchun uvol ketdi deb o'ylamayman-da. Lekin futbol bilan ketkazilgan, PlayStation bilan ketkazilgan, Counter bilan ketkazilgan vaqt uvol vaqtda. Baribir inson o'shanga qiziq bor. Xuddi shu mana yosh bolaning telefonga qiziqganda, mana Counterga ko'p yoshlar ham qiziqib qolganda, hozir 4 ta bola yig'ilsa, oldin qaqqa ovqatlanishmasa, ketdim Counterga deyiladigan sharoit bo'lib qoldi-da. Chunki nimaga? Endi hozir o'zi undan yana men o'zimni mana tushunyapman, aytdim, yo'qmasam 4-odam bo'lib kirib, o'zim qiziqib qoldim-da. Keyin zo'rg'a o'zimni bosdim. O'zim bolalarga aytdimki, "Da yana borganda o'ynaymiz." Zo'r narsa ekan, yo'q bo'lyapman-da. Chunki yo'qotdi, o'ldirsam maza qolman. Uzoq-uzoqdan o'tayotganda odam bor, undan maza qilish kerak emas-da, baribir odam. Rohatlan. Odam o'ldirib maza qilish neto'da baribir. Bizda to'g'ri kelmaydi baribir. Sizlar bilan sekin vaqtimiz ham bo'lib qolyapti. Sizga mana shu yosh oilaga 5 ta maslahat bering. Yosh oila qurib farzandli bo'lgandan keyin uni to'g'ri tarbiya qilish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Mana shu 5 ta narsa asosiysan sanab o'ting. Yosh oilalarga maslahatim avvalambor to'g'ri ovqatlanish kerak. Tabiiy mahsulotlardan foydalanish kerak. Shunda yosh oiladan bo'lgan bola ham sog'lom bo'ladi. Hamma narsa pitaniya, oziq moddaga bog'liq bo'ladi. Aylanib to'g'ri ovqatlanish kerak. To'g'ri ovqatlanish kerak, vaqtida uxlash kerak, vaqtida ovqatlanish kerak. Keyin farzandi dunyoga kelgandan keyin unga birinchi bo'lib shu uyqu, ovqat rejimini vaqtida qilish kerak. Albatta pediatrga har doim olib chiqishadi-ku, nevropatologga ham olib borish kerak. Чтобы bilish uchun kamchilik yo'qmikan, yaxshi rivojlanyaptimikan degan anaqada maqsadda. Keyin o'zlari ham o'sha ko'raman ayrim emizuvlilar Coca-Cola ichadi. Fanta ichishadi, mumkin emas-da. Shunaqalar ichishadi. Men bir ikki marta magazinda ko'rib qoldim, shunaqa emizuvli, "Voy, sen shuni ichvasan desam, "Ha, buni ichmasam tura olmayman." Bola nima bo'ladi uni ichsa? Shunaqa narsalardan voz kechish kerak. Faqat o'sha tabiiy ovqatlanish kerak. Keyin bolani har xil telefonlardan uzoqlashtirish kerak. Telefon umuman berish kerak emas. Ko'rmasa shuni bilmaydi. Masalan, xuddi shokoladni agar ko'rmasa bilmaydi-ku shirinligini. Shunaqa. Xuddi o'shanga o'xshagan narsa. Buni ko'rmasa bilmaydi nimaligini. Ular kichkinaligidan bilsa buni, bo'ldi, shundan boshlanadi. Tili kech chiqadi yoki inglizcha chiqadi.
yoki bo'lmasam umuman chiqmay qoladi. Shuning uchun telefondan umuman foydalanish kerak emas bolaliklar. Ularni ustiga ham ta'sir qiladi emizuvliklar agar постоянно telefonda o'tirsa. Ayrim onalar bor, bolani uxlatib qo'yadi, o'zi telefonda o'tirishadi. Shunaqalar ham bor. Telefonni o'zi ham ishlatish kerak emas, faqat endi gaplashish uchun, zarurat uchun ishlatish mumkin telefonni. Bolani o'sha har doim nevropatolog, ortoped ko'ruvlarga vaqti-vaqtida olib borib turish kerak. Masalan, ortopedlar har 3 oyda, nevropatologga har oyda olib borish kerak. Oyma-oy rivojlanishini kuzatish uchun har oy. Chaqaloq tug'ildimi, oyma-oy 1 yoshgacha. 1 yoshda уже ikkita so'zli etib, hamma narsani tushunsa, demak bu уже yaxshi. Da. Agar 1 yoshda orqada qolayotgan bo'lsa, uni уже tuzukroq lecheniya boshlash kerak. Ya'ni bu bola yoki travma bilan tug'ilgan, yoki nimadir orqada qolyapti, yoki onani qornida rivojlanayotganda qanaqa gripp ta'sir qilganmi, har xil sabablari bor. Shuning uchun har doim shu nevropatologga murojaat qilish kerak. Lekin mana to'laganiga hech e'tibor berdingizmi? Nechta doktor kelgan bo'lsa, bitta narsa aytayapti. Vaqtida uxla, rejiming to'g'rila, to'g'ri ovqatlan bo'lib. Bu narsa hamma yo'nalishga, hamma sohaga ta'sir qilar ekanda. Hamma sohaga ta'sir qiladi. Birinchi o'chiritda menimcha shu nafsini men aytdilar, hozir yoshlarni ko'rdim, shu necha olmasam tura olmayman. Aniq tura oladi bu. Aniq. Prosta miyaga shuni singdirib olgan bo'ladi. To'g'risi, aniq tura oladi. Men unga 100% kafolat beraman. Inson borki, tura olmayman, qila olmayman, o'limdan boshqa misolchi hamma sharoitni hal qilsa bo'ladi. To'g'risi-da, bir xil aytadi, men dorini ichmasam to'g'ri, unaqalar ham bo'lishi mumkin, lekin ko'l ichmasam tura olmayman, men shirin yemasam tura olmayman, telefon o'ynamasam tura olmayman deganlar hammasi dangasalikdan, erkatoylikdan, o'ziga shunaqa shart qo'yadi. Iloji bo'lsa, aql bilan nafsni yengish kerak, uning uchun o'sha men degan kitobni o'qish kerak. O'sha yerda hamma narsaga, savollarga javob olishadi, ancha o'zligini rivojlantirishadi. Yosh ota-onalarga assalomu alaykum, mana pediatr bo'yicha, nevropatolog bo'yicha aytganlaridek, birinchi o'chiritda shu uyquni, to'g'ri ovqatlanishni, iloji bo'lsa zararli narsalardan nariroq bo'lishni, mayli endi hozir butun anaqada ololmaymiz. Mayli 10% bo'lsa ham chegaralansin. Keyin 20%, keyin oyma-oy 1% dan qo'yishsa ham, misol uchun 5 yilda o'sha narsadan chiqib ketsa bo'ladi. Har holda 80%, 20% bo'lsa ham ancha umrligiga ham, o'zligini sog'lig'iga ham, kelajakdagi bolalariga ham juda katta ish qilib ketishga, kelajak avlodga ham juda katta ish qilib ketishga ham bo'ladi. Men shularni tavsiya qila olaman. To'g'ri. Sizlarga kattakon rahmat, vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun. Sizlarga ham kattakon rahmat. Agar videoni o'tkazib ko'rgan bo'lsangiz, doim ta'kidlayman, boshqatdan ko'ring, chunki har bir gap bugungi suhbatimizda juda katta ahamiyatga ega. Xullas, shu bilan bu sonimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Uzoqlashmanglar, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Keyingi sonimizda ko'rishguncha.